mehkem bo'lsin, qattiqligi prochniy bo'lsin. Turgan yerlaringiz Turkmaniston pashi уже. Xarajatlari bilan go'sht jarayondan go'sht boramiz. Kvadrati 110 kvadrati. 110. 3-proyektimizni ish jarayoni oxiriga yetdi. Hemen yollarni işiniz ondan geleverdi. Ishi sovg'amiz, qo'lda yasalgan bu shashka, shaxmat ichini pitirib hop, nardasa, bu chiyadan, bu daraxt archadan bo'lgan qo'l ishi, shular hammasi barakali obunachilari uchun sovg'a. Bu birinchi sovg'amiz. Bular hammasi qo'l ishi mehnat vajlarimiz, hammasi sovg'a. Kimga sovg'a? Barakali obunachisiga sovg'a. Shu videoni teyina birdan like va kommentariy yozsangiz, kommentariyangiz eng ko'p like olsa, siz shu sovg'ani qo'lga kiritasiz. Sovg'amiz video chiqqandan keyin bir haftaning ichida egasini topshiriladi. Bir haftadan keyin bu narsani kimni aniqlarimiz bizning Instagram profilimizda yoki YouTube'imizda ham e'lon etamiz. Kommentariy yozing, kommentariyingizni do'stlaringizga ayting, like bosinglar kirib, eng ko'p like olgan bizning obunachimizga ishini berishimiz kerak. Lekin qo'ying, siz YouTube'da obuna bo'lgan bo'lishingiz kerak shu kanalga. Uzoqroqlara 70 kilometr radiusida deyildi-ku, hozir shu ko'rib turgan yerlaringiz Turkmaniston pashi уже. Shu chegarada turibmiz. Mana shu yerda bratimizning uyida pol achish kerak, ikkinchi etajdan ham. Biz uchinchi proyektimiz bor adashmasam. Shuni boshlashtirdik. Uy egasining uyina kirib hozir vajlarni ko'rsatamiz. Eldan gap. Ustalar 1-2 ustalar ishlar qilingan ekan. Hozir biz endi davom ettirib ketamiz. Gap so'zlar bo'lsa yaxshiroq. Tasbihchilari assalomu alaykum avvalambor. Yine bize Urganch shahardan doğru 47 kilometr yurib keldik. Shovot rayonuna. Shovotdagi proyektimiz hozir qurilish ishlari to'liq yakunlanmaganligi uchun sal sovuqroq turgan yerimiz. Ikkinchi etaj pol atilib turibdi. Bir uzun zalimiz, bu yerda kichkina xonamiz hozir bo'lib turibdi. Mana bu uzoqroqdan ko'rsatadigan bo'lsak, o'tishadi imkoniyatimiz yo'q. Ban tarafimiz ham alohida xona. Yine katta logolar qo'yilgan. Logoning ustiga biz yana pol taxta beryapmiz Otabek usta bilan. Tak, bir yerda ishlatildi, bir yerda shpon ishlatildi. 2,5-13,5 da shpon taxtamizdan mahkam ishlanishi uchun ustiga alohida mix hamlatilgan. Chunki ko'p yerlarda bu taktik aytilmaydi. Shpon aytilgan vaqtda e'tibor bersangizlar, men ham o'zim hayron qoldim. Ba'zi bu sistemlarni ko'rishdan. Chunki shpon bir-biriga girib turgandan keyin ustida mix ko'rinmaydi. Ko'p urganishda shunday. Yonboshdan uriladi. Lekin bu yerda ustidan qo'ydistirildi. Buyurtmachi zakaz aytildi. Bu yer ikkinchi etajda netmasin, mahkam bo'lsin, qattiqligi prochniy bo'lsin. Videoga qaraganda men mustahkamligi muhim deyilganligi uchun haqiqatda ikkinchi etajda turibmiz, lekin beton ustida yurganlik qattiq bir prochniy. Usta Otabek ham usta ishlatib turibdi bu yerda shogirdlari. Keyin bandam ko'rsatamiz. Ustam birazdan tushuntirib turibdilar, biz ham berantlik ishlashimiz uchun ko'rib olsangiz mumkin. Endi boshlashtiriz. Uch odam bu ishlatib turibsizlar? 3 odam ishlatib turibdilar. Bu 3-kun. Ikkinchi kun bu yine ishlatib turganlar. 3-kun kuni. Necha kvadrat bo'ldi? Kvadratını? Ha. Metr tartib ko'rgan. Bir xona, bir zal, 3 sponli bo'lib turibdi. Aha. Yana bugun birini boshladi. Bir da'lani. İkinci etaj xudo xolasa necha kunlarda bitib boradi? Hazırlıkça svet yok. Eğer svet bo'ladigan bo'lsa, ertang bitiradi. Ertang xudo xolasa bitishi mumkin ertang. Videoni oxirina chekda bir YouTube video tayyorlab turibmiz. Yana xarajatlari bilan go'sht jarayondan go'sht boramiz. Oxirida xudo xolasa ko'rasiz. Yaxshi chiroyli proyekt chiqadi. Hozir biz endi pastga tushib olaylik. Uy egasi bilan ham gaplashamiz. Assalomu alaykum. Bizani kuzatib boruvchilar, yine bugungi 3-chi proyektimiz Shovotda bo'lib turib yakunlandi. Bu yanda yine hozir ko'rsatsak ham bo'ladi. Doğru Türkmen chegaradan kelib ham, bu yanda Qoraqalpoqdan borib ham ishlaringizni bitirib beramiz, zakazlarni. Hozir yine ko'rsatib o'tadi. Bu yerda uyni ikkinchi etaj qismi pol qilindi. Общий bir yerde 110 kvadrat çıktı. Общий 110 kvadratni hozir yine bugun yakunlanishi topshirildi ishlar. Keyin uyni egasidan ham o't ziflarni ko'rsatib o'tamiz.
bir like'ni basıp kuzatib boravinglar. 3-cü proyektimizin işçilərin axırına yetdi. Bir də cəmi 110 kvadrat axıran. 110 kvadrat yerimiz, ikinci etajımız pol oldu. Atabek Usta yanarlıqda yine bizə bilə işləşdi, yakın hamkarlıqda bizə də ikinci brigada rəhbəri. Azı bizə də bir də şpon işlətildi. Tak, özünüz bir çüntürüb bərsiniz, neçə dana şpon getdi belə? 156 taxta getdi. Kvadratı 110 kvadratı. 110 kvadratı 2 etar. Kvadratlarını 35 min somana qılıb bərdilər. Teyləri gəlişildi. Səbəbi azı köçədə baxa 40 min, 50 min, 60 min oturduğun vaxt 35 minə qılıb bərgən səbəbləri teyləri taxadı ban tərəfini. Bu işləri toluq yekünlənməyən quruluş cərəyanı idi. Ağamların məs teyi taxtayanı yine 5 gün mü? Tamam. 5 günde Şödəgə binən Şavatda Türkmenistan Respublikasına yakın çegərə zonasındamız şöyle qılıb bərildi. Bana tərəfinə Şeyx Nazaran böyünəyə gələrək, bana da bu ustaları, yakın dostlar həmdəsə gəlib zakazı bərdilər, kredit asasına çıxdı. Cəmi taxta 157 dənə alındı, bir dənəsi bir də artıqçasına koyuldu. Bu 14 milyon 190 milyon Paşti 14,5 milyon son taxtası oldu. Usta haqqısam 4 milyon çasom yok vardı. O hem böylece 19 milyon 200 milyon etrafında kredit summa edip eldinden tolavsız dedin ki size. Eldinden tolavsız ofis summa 19 milyon 200 milyon oldu. Şu eldinden tolavsız kreditler çıktı bu 3 aya kudaklasa. Yine 5 günde proyekt bitti. Göstereyim şunu işte gerek olan olsa müracaat arası elinde tolavsız kreditsiz oldu. Ağa koşum çevirip zerdik məlumat olsa. Yine berekeli esen şu tahtalarını alıp yengi imaratını polladık. Sizlere keteden kette rahmet, işlerinize ahmet. Hemen şey yollarını işleriniz ondan geleverdi. Sağ olun. Işıkıp koşumça böttürüş olmadı axı. Yok. Razısınız. Razıyım. Yaxşı tez işi de gələ, yaxşı sifətli. Zor. Ustalar da geldi. Malades, bunların yaxşı tapqalarını toylarınıza buyursun sonra. Oynab kelib o'tirasizlar. Shu Rahmat. joylarda to'ylab bo'laversin. Rahmet. Sizlerin tapkalarını toylara buyurun. Rahmat, birgalikda olsun. Sizlerin kanadalarını yaxşı güzel bulaversin. Rahmet. Toylarda katlaşalım. Rahmet. Fikirleriniz olsa kommentariyada kaldırыңlar. Kanala abone olup koyunlar. Azı bir de yine fikirler izleyen de ayıp tutmam. 110 kvadratı, şimdi 156 taxta. Usta hakkı hem ölçü 19 milyon sonra bitirdi. Bu sizden ne da buysa bu arzan mı, kımmat mı? Hiç nesebne işleriniz bulmaydı. Gelip görüp durasla hem ölçü özlerinizde. Sağ olun da selamet olun. Sağ olun. Rahmet sizlere. 10 mingdan 10 mingdan ayting yaxshi. 10 ming. Sağlık, salomatlik olsun. Shu oilada to'y tomosha, ammo yaxshi kunlar bo'laversin. O'ynab kelib o'tirasizlar. Hamma uyni yasam, bolangiz ham jufti bilan qo'sha qarib, bolalari, axtiqlari to'ylarni qilib o'tirsin. Rahmet.